Uyg'ur yozuvchisi Mamtamin Hoshurning Shenjang yoshlar o'smirlar nashriyat tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida antildi. 32-bob. Aytilmagan gap. Zargar ustam uyiga beribla og'rib qoldi. Mana shu bir tillan akilib sotgan heliqi bechorning beshiga endi nima kunlar kela? deb tilla sotgan yigitning g'amini yeydi u. Ozmas xudo. Kim biladi? Rostilla u biror xazinaga o'g'irlik tegib, mana bo'lsa heliqidek odam aldaydigan gaplarni to'qib bergandi. Baratboy degan qozob uni tutib oldigan bo'lsa, barliq mol dunyosini tortib olib, o'zini o'g'ri deb zindonga tutib berishi turg'anligi. U chog'da men nima bo'laman? Balkim mana ular o'g'rining malini setib pul qilib sondirib bergan gunohini ortib, mol-mulkimni musodara qilib, o'zimni eshakka ta'tir mingizib sazoyi qilisha. Xudo, qiyirganda shundoq sharmandachiliklarga qilishimdan o'zim saqlag'aysa. Mening gunohsiz ekanligim o'zimga oya. Nemishqa men shu la'nati tillarni iyirtibla boshqa bir narsa yosvatmidi. Uningdan ajoyib sirg'ala inson o'ziklab bitgan bo'ladi. Meni qaysi shayton ozdirdi, ha? Nemishqa men u tillarni boshqa odam tepilmagandek Umarboyga sotgan dema. Baratboyga bagning shaharga qo'ygan josusi Umarboy kim? Nima deb shu bir tol tillarni Baratboyning oldiga ko'tirib boradi? Umarboymo uyga nihoyat azoblangan holda qaytdi. Ko'p foyda olaman deb opirib, Baratboyga bekorg'ili tutqizib qo'ygan heliqi tillarni o'ylasa, ichi etishadi. Beliqut xazinasi o zargarga sop ko'mish tangalarni sanab bergan edi-da. U uyga kelibla yurikini tutib, voy-voylab o'zini ko'rpiga tashladi. Atrofida paypatak bo'layotgan kichik xotinni qo'pollik bilan qo'g'lab chiqarib xiyolga patdi. Nurdun Hoji degan qiyrining shu tillarni kimdan setib olganligini menga obdonroq tushundirmaganini qaranglar, deb hasratlanadi u. Undaq tugumas xazinaga uchrab qolgan yalangtoshni o'zimni izlab topmaymanmi? Men uni tutishga odam chiqarib o'rkitib o'tmaydim. Tillarni u qaroqchilardan olamdi yoki qandoqdir bir ihtiyolqiga o'xshaydigan paskini cho'chaklarning ichidan terib olamdi yoki bo'lmasa podshohlar yo'shirib qo'ygan sirli xazinalardan o'g'irlab chiqamdi. Uning bilan nima kori? Men faqat uning bilan sherik bo'lsam, shu tugumas xazinalarning o'rnini bilib olsam bo'ladi. Voy isit. Mana endi Baratboyning odamlari uni tutib kelib, urib qiynaydi. Eliqi yalangtosh, oltin yo'shirilgan xazinani deb bermay qutulolmaydi. Baratboy texmi beyib ketadi. Uning chiroyli bog'lari bilan xotinlarning soni yana oshidi. O'ylagan sari Umarboyning yuragi sanjib og'rishga boshladi. Shu kecha u tovar yo'tqanlar ustida u yoq bu yoqqa o'rilib, to'zakarak uxlayolmadi. Tun osmonda yulduzlar ko'ngilli charaqlashadi. Kech qolgan karvon qo'ng'iroqlarining ovozi suvga tushgan toshdan paydo bo'lgan to'lqindek tun bo'shligiga takshi qilib o'chadi. Qayerdadir bir yo'lovchi yiroqdagi yorining go'zal ruxsorini ko'ylab naqsha to'g'laydi. Kechilik manzara shunchalik go'zal edi. Tabiat o'z tiniqi bilan hammani papilab uyquga undaydi. Lekin Umarboy oltin vasvasasida uxlayolmay azoblanadi.
tong yurishi bilanla u oldirab kiyindi-da, zargarning uyiga qarab mangdi. Lo'qildab og'riyotgan beshini chekilib olgan Nurdin hoji amdala bomdod namozini tamomlab, noshta qilmoqchi bo'lib dasturxonga kelgan edi. Bo'sig'ida Umarboy paydo bo'ldi. Bir kechida boyning olmadek rang olib turadigan mag'zillari suvlashgan. Uyqusizlikdan ko'zlari qizarib, ko'zining jiyaklari xaltinishib ketgan edi. "Xo'sh, qalq sahardila nima deb keldilar boy?" deb chechirdi zargar usta. "Baratboyga josuslik qilmasizlarmi? Hamma nimalari yetib oshidi-ku. Esla. Shu xizmatlar uchun Baratboy sizlarga qancha pul to'ladi?" "Nədiki gaplarni qilyaptiganlar hoji?" deb yoqisini tutdi Umarboy. "Xudoga shukr, besoatimdagi mol-mulkim jahondarchiligimga yetadi. Men texe boshqalarni setib, jon boqirgan kuniga qog'inim yo'q." "Ey tongay, mol dunyoga heris odamlarning vijdonining xiralashib ketganini ko'p ko'rganman. Ey, bu nima deganlari? Bo'lmasa, sizlar shu bir tal pullarni ko'tirib, Baratboyning bo'sug'isida nemiga o'milab yurlar?" "Mening sarrof ekanligimni unutib qolmasizlar?" dedi Umarboy zargarning oldida badashqon qurib o'tirib. "Men har qanday oltin kumushni olaman-da, yana biriga sotaman. Xuddi sizlar heliqi tillarni akilib, menga foydasiga sotganga o'xshash. Hamma sarrof oltin kumushni bozorda yoki do'konda o'tirib sotsa, sizlar uyma-uy ko'tirib yurib sotadi ekanlar-da. Sizlar uning ajoyib bir tilla ekanligini unutib qolmasizlar?" "Ajoyib tilla topsalar, Baratboyga sovg'a qildi ekanlar-da. Men u kozobga tilla sovg'a qilmanmi? Sotqib olgan" deb so'zini davom qildi Umarboy. "Sizlar uning shunda qadimiy zamonlarning tillalarini setib olib saqlab yurdiganligidan xabarsiz bo'lsa kerak balkim. O'zlari ko'rdilar. Mendan u heliqi tillarni bekorg'ili tortib oldi. Men o'g'il bo'lib ketdi. Yana u sababini chaqirib kelib, bu tillarning nadin kelganligi to'g'risidagi maxfiyatliklarni bilib oldi. Endi u tillarni sizlarga akilib sotgan heliqi yigitni tutib olsa, xazinning o'rnini bilib oldi-da. Odamlar bilan berib, boylikning hammasini o'zining qilib oladi. Buningga İçinleri yetişmem-da. Nemishqa o tillarni sotgan yigit to'g'risidagi gaplarni Baratboyga aytib soldilar. Shu gaplarni menga nemishqa burunroq aytmadilar. Sizlar mendan bu to'g'riliq so'ramadinglar-da, deb g'o'dirdi usta. "To'g'ri", dedi Umarboy. "Men bu to'g'riliq o'shiqchi gap so'ramadim. Bundan mening qanchalik to'g'ri niyatli odam ekanligimni tanishlar bo'ladi. Hozir bo'lsa-mo, sizlar menga u gaplarni to'liq bilan aytib bersizlar. O tillarni oldi bilan ikkimiz topgan. Tog'arlab oltin turgan xazinlarni cho'qim bizning bo'lishi kerak. Bildingmi? Hurmatli hojim, shunga sizlar menga rost gapni qilsalar, zodi o tillar nadin kelgan. Men hamma gapni Baratboyning oldida aytdim-ku. Yetmagandek, sizlar nimanda qoq saharda kelib meni savol so'roq qilinglar. Ey, sizlar mening maqsadimni nimanda tushunmaydiganlar. Biz u xazinlarni Baratboydan burunroq tepib olishimiz kerak. Qarsizlar. Sizlarning bu o'yli aramlari nima degan tar? Nima degan ko'rimsiz? Biz oltinlarni topganda men hozirgi bog'liq qo'ra joyimni sizlarga berib o'taman. O'zim texmi ozoda, yaxshirog'ini olaman. Ko'rdingmi? Heliqi Baratboy degan qimovoz o'g'ri nima degan rohatda yashagan, ha? Dexa u shuningga shukr qilmay, xazinlar bajoyga bizdan burunroq yetib berib, hammani o'zining qilmoqchi.
Sizlarga endi do'konlarimga kelib ketib yurgan qiz cho'konlarning eng chiroyliklaridan elib berman. Menga chiroyli xotinlarning kerak yo'q, Umarboy, deb terikdi usta. Men xeridim, kuchdan qoldim. Hozir shu qerim mo'minmi ushqlik qilyotidi. Mana, sizlar muqaddas joylarni tavob qilgan hurmatli hojimsizlar. Ochiqlik ekan bo'lsin. Qo'zi o'lamdi, qo'ymi? Bu yaratgan egamning irodasidagi ish. Men buni mabodo shundoq bo'lsa degan o'yda da'vataman. Yaxshi kunning yomoni bo'lib, ko'zlari yumilg'irak bo'lsa, nazar chiroqlarini katta o'tkazib, qabrlari ustida cho'qim egiz gumbazlarni yasash lozim bo'ladi. Buningmi pul kerak-da, pul. Oldinroq o'ylab baqsizlar. Yana unutilib qolgan, qilib qolgan gaplar bordi. Umarboy yo'g'on gavdasini oldiga engishtirib, ustaning og'ziga tikildi. Qilib qolgan gaplar dedilarmi? deb esig oldi usta. Katta nazar chiroq, egiz gumbazlar to'g'risidagi gaplar uni xelili eritgan edi. Yeliqi tallani siliga akilib sotgan yigit aytgan gaplardan unutilib qolganlari bormi demoqchiman. Sizlar yashangan odam biror muhim gap so'z aslardan ko'tarilib qolgan bo'lishi mumkin. Bilqut xazinasi rostimni aytsam, men bu bir topillarning bizga bunchalik ovorchilik deb berdiganligini zodil o'ylamagan ekanman. Ras, sizlar buni o'ylamadinglar. Menchi. To'xtasizlar. Umarboy, deb hayajonlandi hoji. Shu chog'da heliqi yigit o'zining ismini cho'li bolasimi, yo'q, cho'li o'g'il dedimi, aytavur, shunda xali yetib bir nima deganda qilib edi. O'zi tuzuk yigitdek ko'rindi. Hurmat uchun men uni do'konning oldigacha o'zitib chiqdim. Do'konning oldida uning eshigi turibdi. Eshakning rangi mo esimda qolmabdi. Ishqilib, oddiy bir eshak. U eshikni minib, mang'ili taraddud qilganda, o'g'lim, shundoq tillaladim bo'lsa, yana udulni mening oldimga akal. Yaxshi bahoda haq berib rozi qilaman dedi. U mo'sha tillarni tepib olgan yerdagi to'g'riqqa pichqim bilan bir do'gelak sizib belgi qilib qo'ygan edi. Yana tilla uchirtib qolsam, sang'il akilib sotaman, cho'ndada degan edi. Bu gaplarni men tunigun Baratboyga aytmadimmi, esimda toza yo'q. Og'zingizga navbat, deb o'rnidan turib ketdi Umarboy. Bu gaplarni sizlar Baratboyning oldida aytmagandilar. Endi yana mangu aslidan chiqarasizlar. Bu sirni boshqa hech kimga tinig'uchi bo'lmasizlar. G'o'lig'i chambar sizilgan to'g'riqni o'zim bir izlab ko'ray. Xudo baxtimizni berib, xazinlarni tepib qolsamlar, sizlarni obdan rozi qilaman. Shundoq degunicha Umarboy zargarning uyidan o'qdek uchib chiqib ketdi. Shu kundan boshlab uning Sarrab bozoridagi do'koni echilmadi. Umarboyning do'konini ochmay, nagidur g'oyib bo'lganligini anglab, Baratboy hayron bo'ldi. Misrning oshqichi mushu bir tal tillada, deb o'ylaydi Baratboy qo'lidagi tillani uyoq bu yoqiga o'rib qarab. Qaragan sira uningdagi siziqlar, yalang'och ayolning surati uni g'alati o'ylarga soladi. Baratboy: "Ajabba, Umarboy nega yo'qolib ketdi? Xazinlarni u o'zi yolg'iz izlab chiqib ketdimi yoki Nurdin hojim uningga menga aytmagan biror uchurlarni aytib qo'ydimi? Yana yipuchi oshu qeri zargardi." degan xulosaga keldida orvisini qetishga buyurdi. Baratboyning paytoni agir-bugiri, to'piliq ko'chalarni chang'i ko'mib, pakar tomlar bilan qo'shilgan bir hovli oldiga kelib to'xtadi. "Keldik", dedi xizmatkor.
Baratbay kirganda zargar usta o'rin tutib yotadi. Eliqi tilla qandaqdir xazinlar haqidagi xiyollar unimi holdan ketkizgan edi. Ömerbayning nega ketganligini bilamsan, zargar usta? deb so'radi Baratbay zargarning beshiga kelib o'tirib. Men nima bilay? deb terikdi hoji. O kishi bir yerga mansa, mendan so'raydiganga men uning xo'jayinimidan yoki men kimning nega berib, nega turayotganligini surishtirib yuradigan bu shaharning begimidi? Xabar bo'lma hoji, dedi Baratbay. Hech bo'lmaganda Ömerbay qeshinga kelib, tilla haqida yana bir nimalarni so'rab, seni xili avor qilganda? Yo'q. Sen bunu tillaning ustidagi belgilarga yana burningni qarab baqa. Shu tillani ko'raga ko'zim yo'q, deb qo'pollik bilan rad qildi usta. Mening deganim, bunu qip yalang'och ayol. Sen uni ko'ryotamsan. Ehtimol hammasi shuningni bo'lishi kerak. Men qip yalang'och ayollarni ko'rishga ancha xushtor emasman. Bu Baratbayning xotinbozligiga dartmalab aytilgan gap bo'ldi. Baratbay sal o'ng'aysizlanib qoldi. Sen ko'p yerlarni aralagan, ko'pni ko'rgan hurmatli hojim. Bu shaharda hammadan tarixi uzun usta zargarsan, dedi Baratbay xo'shamad qilib. Mening demoqchi bo'lganim, bu yerga qipyalang'och xotinning so'riti besilg'iniga qaraganda, bu musulmonlar podshoyi qo'ygan tilla emasmikan deyman. Balki shundoqdir. Shundoqligi shundoq. Amsa bu tilla bu yerga qandoq yo'llar bilan kelib qoldi? Zargar usta bu tilla to'g'risida atay boshqacha bir hikoya to'qib, Baratbaydan qutulmoqchi bo'ldi-da. Men qarimisam-mi bilaman. Yalang'och xotinning so'riti bor. Mundaq tilla Sirg'iq oroldagi xotinlar mamlakatidan chiqadi, dedi. Xotinlar mamlakati dedingmi? Hayron bo'ldi Baratbay. O qandoq mamlakat? O'rni qayerda? Mama, Sinigimi noma'lum bir orolda. Shu Sirliq orolning podshohilar mundaq tillalarni tarqita oladi. O mamlakatda xotinlardan boshqa odam bo'lmaydi. Yosh chog'larimda bu gaplarni oltin savdogarlardan eshitganman. Keyin muqaddas Makkaga borganda yiroq Allohdan kelgan hojilarning og'zidan anglagan edim. Ular g'alati mamlakat to'g'risida sana yana nimalar degan? Savdogarlarning aytishicha, xotinlar mamlakatining podshohiga qarashliq bir tup ajoyib daraxt bormish. Uning yo'pirmoqlari butunlay mana shundoq tillardan bo'ladi ekan. Kerak bo'lganda shohning xizmatchilari heliqi daraxtni irg'itib, xuddi biz o'riklab pishqanda uni irg'itib, yerga tushgan sop-seriq o'riklarni terib olgandaklar, oltinlarni terib oladi ekan. Ondan Orol podsho uningga mana shundoq tushuniksiz qopatma belgilarni besib, pul qilib tarqitdi ekan. Xudoya tova, davatdi Baratbay. Xotinlar mamlakati to'g'risidagi bu so'zlar Baratbayning havasini texmi qo'zg'ab, uni shirin xiyollarga selib qo'ydi. Butun xalqi xotinlardan bo'lgan mundoq mamlakatda ehtimol ajoyib noznillar to'lib teshib, erga tashna bo'lib zerikib turishdigandi, deb o'yladi u. Agar sen aytgan u orolda erlar bo'lmasa, ular qandoq ko'paydi? deb o'z gumonini aytdi Baratbay. Balkim ularga menga o'xshash kelishgan, egiz, shopburutlar lozim bo'lib turdigandi. Ularga senga o'xshash Uyg'urlarning keragi yo'q, dedi zargar. Nemishqa? O yerda xosiyatli bir buloq bormish. Xotinlar shu buloq suyida yuvinsala homildor bo'lib qoladi ekan.
tug'ilgan bovoqlarning hammasi qiz bo'ladi ekan. U yerdagi xotinlar er deganning nimaligini, uning nimaga lozim bo'lganligini bilmaydi ekan. Kimga tasodiban o'g'il tug'ib qo'ysa, g'alati bo'lmini tug'ib qo'ygan sanalib, oroldan qo'lindi ekan. Mo'jizlik oli deb yoqsin tutdi Baratboy va u xotinlar mamlakatiga bir amal qilib yoshirinchi berib beqish xiyolidan darhol voz kechdi. Chunki u o'zini shu kunlarda xotinlarga ulgurolmay va xotinlari orasidagi majralarni kelishtirolmay xeli jafolarni tortib o'tdi. Ko'ch-ko'chinlari xotinlar bilan to'lgan mamlakatga berish deganlik o'zini o'limga tutib berish degan gapda. Ammo u mamlakatning yeliqi oltin to'kilib turgan daraxti bo'lgan daraxt ekan. Agar sen aytgandek xotinlar mamlakati degan nima rostli bor bo'lsa, deb so'zini davom qildi Baratboy. Dunyodagi shuncha qudratli podshohlar nemishqa uning hujum qilib, ularning yeliqi oltin to'kilib turgan daraxtlarni tortib olmaydi? Zargar Baratboyning bolalarcha savoliga ko'lib qo'ydi. Bu sirliq orolga yetib bormoq uchun nurg'un badal to'lamak to'g'ri keladi, deb tushundirdi Zargar. U boda biror kuchli podshohlik xotinlar mamlakatiga besib kirib, ular bilan jang qilib yengilib qolsa, qattiq sharmanda bo'ladi. Bilqul bo'lsa, hech bir sharaf qozonmaydi. Xuddi sizlar bilan mening xotinlarimizni urib dumbolig'inimiz bizga hech qanday sharaf keltira olmagandek bir ish. Undaqda sen degan heliqi sirliq orolga hech kim bora olmaydigan bo'lsa, sen xotinlar mamlakatining deb hukm qilayotgan bu bir dona tilla qandoq bo'lib bu yerga kelib qoldi? Dunyoda, dedi Nurdin hoji. Savdigar degan xalqlarning borlig'ini unutib qolmaslar. Bu xalqni Xudo yaratgan shaytonlardan qolsalar, ikkinchi o'rinda turadigan shaytonlardan bo'ladi. Yoki ular odam bilan shaytonning aralashmasidan ko'ralgan bir nimalar bo'lishi mumkin. Dunyoda ularning oyog'i tegmaydigan yer bo'lmaydi. Aniqi orolg'imi ana shular yetib bora oladi. Anglashimcha, savdigarlar yelkanlik kemillarga tovar durdon, o'rinchi marvoyat degandek xotinlarga lozimliq mol kuchaklarni qochilib, uzun yo'llarni besib, heliqi orolga yetib boradi ekan. Orolning suvi yaqin yerida bir ochiqchilik maydon bor ekan. Savdigarlar mollarni ana shu ochiqchilik qo'yib, kemillariga chiqib bir kun kutadi ekan. Ertasi bo'lsa apargan mollarning g'oyib bo'lganligini, uning o'rniga parqirab turgan oltinlarni qo'yib qo'yganligini ko'radi ekan. U yerda erlarmi ayollarni ko'ra olmaydi ekan. Ayollarmi erlarga ko'rinmaydi ekan. Mundoq sotquchi bilan olg'uchi bir-biriga ko'rinmay qildigan sodini savdigarlar jin sodisi deydi ekan. Endi ma'otlarning bu yerga qandoq kelib qolganligini so'raslar, uni bu yerga o'zlari ko'tarib keldilar. Unutib qoldingmi usta? Bu tillarni sen Ömerboyga sotgan. Ömerboy mening oldimga ilib borgan. Bu gapni men sizga nafsirat aytdim. Menga bo'lsa bu tillarni bir cho'l kishisi akilib sotgan. Demakchimanki, shu cho'l kishisi bu ajoyib tillarni qanday qo'lga tushirib qoldi? Sening aytqiningcha bo'lganda, u hech qachon dengizlarni kezib, eliqli xotinlar mamlakatiga borgan savdogar emasdi. Yo'qsa, u undoq bir savdogarlarga o'xshamaydi. Ehtimol, u o'zi savdogar bo'lmagan bilan qachondir bir chaqlarda shu tarafga borgan biror cho'ng savdogarning bir nimasidir. Yoki u shundoq bir savdogarlar ko'yib qo'ygan xazinani uchirtib qolgandir. Abdalla, dedi Baratboy. Endi aqlimga keldi, usta. O cho'qim shundoq xazinlarning birini uchirtib qolgan. Menga u xazinlar to'g'risida bir nima demagan edi.
albatta u aytmaydi-da. Mana o g'o'lig'i do'gilak belgi silingan bu to'g'raqning yanida uxlab qolganmi? Uyg'onib qarasa, yanida bu bir tilllarning turganligini aytgan. Bu gaplarni men sizga o'tgandimi dedi. Nima dedim? deb sakrab ketdi Baratboy. Yo'q usta, o'tganda sen g'o'lig'i do'gilak belgi silingan to'g'raq to'g'risida menga hech nima aytmagan eding. Endi bu gaplaring to'liqroq bo'ldi. Nurdin hojim og'zini o'mallab, yana bir nima degicha Baratboy oldirab uydan chiqdi-da, mabsiga qarab ma'bi. Anglayotganlar Beliq to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 33-bob. Sirliq cho'chak. Ömerbayning cho'l yo'lida eshaklik yurganiga bir necha kun bo'lib qolgan edi. Uning eshikining ustidagi xurjunning bir ko'zida ozuq turik, bir ko'zida to'limda suv bor edi. Eshakning ustida yana o'zini o'ltirib olg'achqa, ustidagi yukning eg'irligidan bechora eshakning beli egilib, qumliqda petiqlab orolli qadam oladi. Quyoshning o'tliq tepdi. Qiziq qumliqlardan o'rlayotgan issiq shamol boyni chiliq-chiliq targa cho'mdiradi. Yo'l malmoqning zulmidan vaysab, u eshak bilan tang eg'ir pushildaydi. Yo'l ustida biror tup dal-daraxt yoki eski tomliqning soyasi uchrab qolsa, olli to'g'ri sog'inicha eshikini shu tarafga tortadi. "Tfi!" deb la'nat o'qiydi u ba'zida quyoshga qarab. "Onangning haqqi bordek, mening beshimdan neri ketmaysizmi?" Shu tariqada qanchalik yo'l yurganini Ömerboy sanab yezibmi qoldi. Yeniqi zargar ustam degan to'g'roq bo'lsa, texi ko'rinmaydi. Balki yeniqi tilla sotgan yalan oyoq zargarni oldig'anda deb paranlashatdi Ömerboy o'zi bilan o'zi. Shunchkan cho'llikda do'gilak belgisi bor to'g'roqni izlash samonliqda yengni izdigandekli gap emasmi? Yoki men yeniqi to'g'roq kun petishdi bo'lsa, kun chiqishga qarab ketayotgandimi? Lekin tugumas boyliqlar yo'shiringan xazinni tepish vasvasasi yana uni tinish qo'ymaydi. U ozroqli soydab, yana kelangsiz gavdasini eshakka ortib olg'a ilgirlaydi. Bir kuni u uzoq yo'l yurib, vaqt tushdan qayrilganda yangi bir to'g'roqlikka yetib keldi-da. Eshakdan tushib, hech nimaga qaramay, voy-voylig'icha berib o'zini to'g'roq soyasiga tashlabdi. Shu holatda u 1 soat, 2 soat va balkim 3 soatcha yotdi. Uyquga obdan qanib, ko'zni ochib hayron bo'ldi. Xuddi shu yerda o'zi soydab yotgan to'g'roqning qo'lida do'gilak bir belgi turadi. Ömerboy kutilmagan bir chaqqonlik bilan o'rnidan lekkida turib ketdi. O'rnidan turibla o'zi yeli yotgan yerda turgan yog'och cho'chakni ko'rdi. Cho'chakning ichida sop-seriq bir metal parqirab turadi. Jiddiyleşib ketgan Ömerboy tizlari titrab, demi siqirib o'ltirib qoldi va holsiz qo'llarini cho'chak sunib, cho'chak ichidagi tillani oldi. Bu tilla yelki qeyri zargarga yosh bir yigit akilib sotgan tillaga o'xshamdi yo'q. Uning ikki tarafida qandoq belgilar bor. Ömerboy to'zi kerak sapselishga ulgurmadi. Hayronlikda uning ko'zlari chakchiyib ketdi. Chunki yog'och cho'chak ichida o'xshashla yana bir tal tilla parqirab turadi. Ikkinchi tillani elividi, cho'chak ichida uchinchi bir tilla paydo bo'lib qoldi. Ömerboy texmo jiddiylashib ketdi. U cho'chakka yaqinroq surilib, tillalarni ikki qo'llab elishga boshladi. Cho'chakning ichidan bir tillani elish bilan yana biri paydo bo'lib turadi. Uning o'chimlari to'lib, oltilla yerga to'kilishga boshladi. Boy oshko'zlik bilan tillalarni yonchiqlarga, qo'yinlarga soladi.
Birdamdala u ig'irlashib o'rnidan turolmay qoldi. Cho'chakdagi kishining aqlini ozdiradigan oltinlar bo'lsa, tugab qoldigandek emas edi. Ömerboy birdam o'ylanib, aqlni ishga solib, eshikning ustidagi xurjun qochlarni so'rab xazinasi. Uning ichidagi hamma nimani to'kib tashlab, chechilib yotgan tillalarni oshko'zlik bilan xurjunga tiqishga boshladi. Oxirida u ishton chapan hamma nimasini selib tashlab, qip-yalang'och bo'lib qoldi. Kiyimlarining yang pushqoqlarini bo'g'ib, oldirashlik bilan oltin qochlaydi bay. Ana hayte, men shaharga kunduz emas, kechis kiraman, deb o'ylaydi u. Bir tal tillaga mundaq eski kiyimlardan net chuqur setib olib bo'ladi. Mundaq tillalarni tag'irlab usib oldigan fursat kunda kelaveramda. Ömerboy cho'chak ichidagi tugumas tillalar bilan qorong'u tushguncha hapilashdi. Ondan pushildab yurib oltinlarni eshakka ortdi. Yukning ig'irligidan eshakning beli shunchalik egilib ketdiki, Ömerboy uningga minmaslikka o'zimi rozi bo'ldi. Tezman eshikka, deb eshikni oldiratdi u. Shaharga chaqqanroq yetayli. Dahi ikkimizning qilgan ishlariga. Bu oltinlarni to'kib elib kelibla, yana olamiz. Balkim ikkinchi qatimda men 10-20 eshak bilan kelaman. Ammo hamma eshakning oldida yana sen o'zing bo'lsa, qara. Men nimishqa ikkili xotin og'idakman? Sen chig'ingda oldinga kelgan har qanday kishi birodaringdan qaytmaysan-ku. Lekin men eshak emas-da. Shunga qoidalik ish qilmasam bo'lmaydi. Albatta, nikohli xotinim 4 dan oshmasligi kerak. Maxfiy xotinlarimning sonini bo'lsa, hech kimga aytmayman. Ular 10, 20, 100 bo'lsa bo'laveradi. Men bu Baratboy degan o'g'irdak bir qancha yerda katta uy imorat bog'larni qilaman. Har bir bog'da 10 lab xotinim turdi. Bu xotinlar meni bir-biridan qizg'inib, shunday qiliqlarni qilib ketdi-ki, qiziqchilikni shu chog'da ko'rasan. Sen qarab tur. O chog'da shaharning butun sarrafchilari mening oyog'imga kelib, yiqilib oltin qilishidi. Eliqi yo'g'onchi Baratboyni men har kechasi oyog'imga o'malab kelib, o'tikimni tortadigan ishga qo'yman. Ömerboy o'zining shundoq shirin xiyollari bilan qip-yalang'och ketib borganligini butunlay unutib qolgan edi. Ömerboy ketib, atisla eliqi to'g'rilikqa Baratboy yetib keldi. U qovul bir qechirni menib, oziq-tulikni yetarlik elib yo'lga chiqqan edi. Belgi silingan to'g'riqni u qiynalmayla tepib oldi. Hayron qolarligi Ömerboyning qaysi yo'llarni aylanib shuncha uzoq menib ketganligi noma'lum. Bu to'g'riqlik shahardan ancha yiroq bo'lmagan bir yerda egiz qum dovillarining orqasida yo'shirinib turardi. Baratboy g'ulug'i do'gilak chambar uyilgan qeyri to'g'riqni ko'rib, darhol qechirning beshini tortdi. Zargar usta aytgan to'g'riq mushumidi? Gap emasmidi ya? Undaqda bu yiqilli bir yerda bo'lib qoldi-ku, deb ikkilinib turib qoldi. O'tinchi degan haq poltisi bilan mundaq to'g'riqlarga xiyoliga kelgan nimalarni o'yib qo'yaverdi-da. Har nima bo'lsa, u bu yerda birdan to'xtab, orom elib o'tib ketishni loyiq topdi. Baratboy qechirdan tushib, qechirning oldiga yem qo'ydi. Ondan qechir ustidagi chaqqong'ini gelamni so'rab tushib, eliqi to'g'riqning yeniga soldi. Gelamning ustiga o'zini tashlab uyquga ketdi. Baratboy uyg'onganda kun kashkirayla deb qolgan edi. U oldirab o'rnidan turdi. Ostiga solgan gelamni elib qoqdi-da, tangirqab turib qoldi. U yelili gelamni selib yotgan yerda bir yog'och cho'chak va cho'chakning ichida bir tal tilla parqirab turardi. To'g'ri ekan, deb varqirayotdi u.
Zaga ustining aytganlarining hammasi to'g'ri ekan. Baratbay tillani qo'liga olib, u yoq bu yoqqa o'rib qaradi. Bu dal heliqi Ömerboy yepak yog'liqqa tugib ko'tirib kelgan tillaning naq o'zidan edi. Bu bir tilla bu yerga kimning yonchug'idan tushib qoldi? Bu tillalar saqlanayotgan xazinaning o'zi. Baratbay xazinaning o'zi nada demoqchi edi. Uning tillari tutilib qoldi. U cho'chak ichida turgan yana bir tal tillarni ko'rib qolgan edi. Baratbay yengishib o tillarni elib edi. Cho'chakning ichida 3-chi bir tilla paydo bo'ldi. Shu tariqada 4-chi, 5-chi, 10-chi, 100-chi tillalarmi orqa-orqadan chiqqiladi. Baratbaymi xurjin tag'ar, ishton ko'nglik, hatto uytiklarining qo'nishlarini oltinga to'ldirib, o'zining qip yalang'och bo'lib qolganligini sezmay qoldi. Lekin cho'chakning ichidagi tilla tugaydigandek emas edi. Baratbay oldin ketib o'ltirib qoldi. Yana chachirab o'rnidan turib ketdi. "Nemishqiman? Shu cho'chakning o'zini akatmayman" degan bir fikr uning kallasiga kelgan edi. "To'g'ri, men bu cho'chakni aketishim kerak" deydi Baratbay. "Bo'lmasa, bu yerdan o'tgan har bir yo'lovchi mundoq tugamas tilla chiqadigan cho'chakning ichidan tillalarni xohlagan teraveradigan bo'lsa, bozorda oltinni pulga olamdi. Bu cho'chakni uyga olib yo'shirib qo'yma. Kerak bo'lganda eshik derazlarni dumlab, xotirjam o'tirib, uningdan chiqqan oltinlarni tag'arlarga qachlayverma." Endi Baratbay cho'chakning ichidagi tillalarga nazari ko'zini solmadi. Qo'lini so'nib, cho'chakning o'zini tortdi. Cho'chak qo'liga chiqadigandek emas edi. U ikki qo'llab tortdi. "Ya Rabbim, bu kichikgina cho'chakni u qancha qilib qimirlatmadi. Xuddi u ashu qumliqlarga yiltiz tortib ketgandek mustahkam turardi." Baratbay ochiqida cho'chakni birni tepdi-da, o'zi voyjon deginicha futun tutib pirqirab ketdi. U yog'och cho'chakni emas, toshni tepgandek bo'lgan edi. Baratbay yerga dum bo'lib cho'chakning ostidagi qumlarni tortib, uning qo'lab chiqarib olmoqchi bo'ldi. Uning bu ovorchiligimi unum bermadi. Qumni qancha qo'lg'an sari cho'chakmi tang to'vallab ketadi. Cho'chakni ko'ngatmoqchi bo'lib, qumni uning ustiga tortsa, cho'chakmi tang o'rlab qumning ustiga chiqib qoladi. Beliqut shirkatida ovoz qilinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Ho'shirning Shinjong yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romanini bugun musharga anglatdik.